Diqqat qiling, O'zbekistonda pensiya yoshini oshirish rejalashtirilmoqda. Pensiya yoshi oshishi masalalari kun tartibiga chiqdi. Endi nima bo'ladi? Pensiyaga chiqaman deb yurganlar shoshiling. O'zbekistonda pensiya yoshi bo'yicha muhim o'zgarishlar muhokama qilinmoqda. Batafsil videorolikda gaplashamiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, O'zbekistonda minimal pensiya yoshini oshirish rejalashtirilmoqda. Pensiya yoshini erkaklar uchun 63 yoshga, ayollar uchun esa 58 yoshga ko'tarish taklif qilindi. O'sish bosqichma-bosqich har yili yarim yilga amalga oshiriladi. O'zbekistonda minimal pensiya yoshini oshirish rejalashtirilmoqda. Bu haqida 10 sentyabr kuni Iqtisodiyot va Moliya vazirligi huzuridagi Budjetdan tashqari pensiya jamg'armasi ijrochi direktori Murodbek Atajonov ma'lum qildi, deya xabar bermoqda Sport muxbiri. Pensiya islohot loyihasida pensiyaga chiqishning eng kam yoshi, ya'ni ko'zda tutilgan erkaklar uchun hozirgi 60 yoshdan 63 yoshgacha, ayollar uchun 55 yoshdan 58 yoshgacha jarayonda bosqichma-bosqich har yili yarim yildan oshiriladi. Murodbek Atajonovning ta'kidlashicha, dunyodagi ko'plab mamlakatlarda eng kam pensiya yoshi 65 yoshdan ortiqni tashkil etadi. O'zbekistonda fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonun qabul qilinganidan buyon 32 yil davomida pensiya yoshi oshirilmagan. Faqat O'zbekistonda qoldi, boshqa davlatlarda esa pensiya yoshi allaqachon oshirib bo'lingan, deydi u. Pensiya jamg'armasining ijro etuvchi direktori O'zbekistonda umr ko'rish davomiyligi o'sib borayotganligini ta'kidladi. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda bu ko'rsatkich 75 yoshga yetgan. Agar 20 yil oldin pensioner pensiyaga chiqqanidan so'ng o'rtacha 8-9 yil umr ko'rgan bo'lsa, hozirda bu ko'rsatkich erkaklar 12,5 yilga, ayollar esa 20 yilga yetgan. Atajonovning so'zlariga ko'ra, pensiya yoshini oshirish bo'yicha qaror hali qabul qilinmagan. Pensiya jamg'armasi pensiya tizimi isloh qilish bo'yicha aholi takliflarini yig'ish uchun maxsus platformasini ishga tushirmoqda. Bu jarayon 1 oy davom etadi. Kelib tushgan takliflarni o'rganib chiqilganidan so'ng ularni qayta muhokama qilish zarur, o'zgartirishlar kiritish va pensiya islohot loyihasida jurnallar va hamda blogerlar ishtirokida rasman taqdim etish ko'zda tutilmoqda. Shu bilan birga Murodbek Atajonov pensiya yoshini oshirishda yumshoqroq variantni har yili yarim yilga emas, balki 3 oyga oshirish ko'rib chiqishini mumkinligini qayd etdi. Shu tariqa pensiya yoshi har 4 yilda 1 yilga oshirilib, butun islohot 12 yil davomida amalga oshiriladi. 2024-yil sentyabrda Vazirlar Mahkamasining Davlat pensiya ta'minoti isloh qilish kompensatsiyasi ishlab chiqiladigan ishchi guruh tarkibi tasdiqlanadigan bo'ldi. Ishchi guruhga amaldagi pensiya tizimiga mavjud muammolarni o'rganish vazifasi yuklatiladi.